15 variant 39 masala. Komiljon 1 sutka davomida qabul qilingan ovqat ratsionida yog' va oqsilning miqdori teng. Uglevod miqdori oqsil miqdoridan 2,5 marta ko'p. Xo'p. Komiljon oqsil va yog' uglevod yeyapti. Oqsil va yog'ning massasi teng, ya'ni x gram. Uglevod esa yog'dan 2,5 marta ko'p. Oqsilni x deb belgiladik. Uglevod aynan mana shu oqsildan 2,5 marta ko'p. Shuning uchun uglevodni 2,5x deymiz. Ana endi bulardan ajralgan energiyani hisoblash uchun x ni 4/1 ga ko'paytiramiz. X ni 9/3 ga, 2,5x ni 4/1 ga ko'paytiramiz. Bu 4/1x, bu 9/3x, bu esa 10/25x bo'ladi. Barchasi, ya'ni umumiy iste'mol qilgan ovqatning energiyasi 23/65x. Bu umumiy ajralgan energiyasi. Xo'p. To'qima va organlar hayotiy jarayonlar normal o'tishi va ish bajarishi uchun 2365 kilokaloriyani tashkil etsa, deyapti quyidagini aniqlang. Xo'p. Bu to'qima va organlar hayotiy jarayonlarning normal o'tishi uchun bilamizki, tana haroratining umumiy ajralgan energiyaning 3/1 qismi tana harorat, 3/2 qismi esa to'qima va organlardagi o'sha mana shu jarayon uchun ketadi. Aynan mana shu ikki qism 2365 bo'lsa, umumiy, ya'ni 3ta qism qancha deb topamiz. Javob 3547,5 kilokaloriya ekan. Biz bu yerda esa 23/65x bu umumiy ajralgan energiya deyotgandik. Mana shuni hozir yozib olamiz. Demak 23/65x teng bu 3547,5 ga. X qancha deb topamiz? X 150 ni tashkil qilyapti. Bu degani bu 150 gram, bu 150 gram, bu esa 375 grammi? Shunday bo'ladi. Ana endi uning ovqat ratsionida yog'dan ajralgan energiya. 150 ni 9/3 ga ko'paytiramiz, 1395. Uglevodning massasi necha gram? 2,5 ni ko'paytiramiz 150 ga. Javob 375. Mana juda oson.